Hürmetli vatandaşlar, bugünkü leksiyalarımızı başlayıyoruz. Leksiyada sıdakana görüyoruz. Washington'da sözümüz bugün torbetki çıkarmadık. Bugünkü vaziyette söz azsak, umumlaştırıp sözlesek, Amerika Birleşik Ştatlarının devlet şirketi Antony Blinken Kazakistan, Özbekistan Batkan Orta Asya qaratqan ziyaretini ahırlaştırıp allaqaça yeni Dehli'ye yetip geldi ve yeni Dehli'deki ziyaretini ahırlaştırdı. Bu arlıqda Kazakistan prezidenti Tayyip bilen söhbet ötküzdü. Söhbet anlaşılan qaraganda məxfi ötküzüldü. Ondan keyin Özbekistan'a börüp Özbekistan Mirziyoyev bilen söhbet ötküzdü. Tashqi ishlar muvaqqat ministeri bilan ko'rishdi va O'rta Osiyo to'g'risida yordam, O'rta Osiyodagi davlatlarning egilik huquqi va O'rta Osiyodagi davlatlarning zamin butunligi Rossiya Ukrainaga tajovuz qilib kirgan mushundaq bir paytlarda O'rta Osiyodagi davlatlarning Rossiya bilan bo'lgan munosabati va Rossiyaning tajovuzchiligidan ansirashlari, mesela Kazakistan'ın Ukrayna'ya yardım bergenligi, insanperverlik yardım bergenligi şundaqla yüzünü beterep tutarlığı ve Rusya'dan kaçıp gelgen 200 mindən artıq musafirni, uruş musafirlerini Kazakistan'dan kubul kılganlığı ve yerleştirgenligi, urlaştırganlığı Amerika Birleşik Ştatlarının devlet işlakatı Antony Blinken Allah'a rahmet etti. Yeni Dehli'de 20 devlet güroyunun Tashqi ishlar ministerleri yig'inida devlet şirkati Antony Blinken Rossiya Federatsiyasining Tashqi ishlar ministeri Lavrov bilan o'ri turibligidek 5-10 minutlik so'zlagan fikirdagi birdan bir asosli fikir Rossiyaning Ukraynadan askar çekindirishning kerakligini o'ttirib qo'ydi vatandaş. Bu bir muhim nokta, askar çekindirishning kerakligini, vaqti kelganligini o'ttirib qo'ydi. Bu bir muhim nokta vatandaş. Lekin Jungo'ning tashqi ishlar diplomati Qin Gang bilan ko'rishmadi. Buning o'zi bir bishorat xarakterlik, simbol xarakterlik bir harakatdir. Devlet İşler Katibi Antony Blinken Afganistan urushidan keyin O'rta Osiyoga turli qatim yetib keldi. Bo'libmi hozir Ukraina O'rta Osiyoda Rossiyaning yemirlishiga munosabatlik mustaqil bo'lgan davlatlarning shundaq tahdidga uchrashi mumkin bo'lib turgan sharoitda. Masalan, Rossiya Ukrainaga tajovuz qilgandek Kazakistan ve O'rta Osiyodagi boshqa davlatlarga tajovuz qilib kirmamdi degan masala. Yakın şu sual dünyada sual bo'lib turibdi. Musha ahvollarga xotime va yoki ulardagi andishlarni tugutish uchun degandek Davlat ishlar kotibi Antony Blinken O'rta Osiyoni ziyorat qildi. Ularning andishlari rost. Teleberda Qozog'iston tashqi ishlar ministeri Amerikani qarshi olamiz dedi. Lekin biz hozir Rossiyaning Qozog'istonga tahdid solayotganligini his qilmadik dedi. Umumiy prinsip shuki, tashqi ishlar ministeri Teleberda efendim hozir Rossiyaning parchalanishni ideya jihati qabul qilinmadi. Shunga harakatga aylantirib bu ideyani birinchi bo'lib Ukrainaga tajovuz qildi, Gruziyaga tajovuz qildi, yana boshqa mustaqil bo'lib ayrilib chiqib ketgan davlatlarga tajovuz qildi. Rossiya Qozog'istonga tajovuz qilmaydi yoki O'rta Osiyoga qayt yurish qilmaydi deb hech kim kafolat qila olmaydi. Dal shundaq paytda Amerika Birleşik Ştatları davlat ishlar kotibi Antony Blinkenning Qozog'istonni, O'rta Osiyoni ziyorat qilishi dal vaqtida elib berilgan ziyoratdir. Ya'ni bu yerda sizlar diqqat qiladigan bir nuqta vatandosh. Ata deyli, şundaq deyli. Bugün Cuma günü bir hafta ahırlaştı. Aldığımızdaki haftada Reis Xi Jinping Moskova'nı ziyaret kıldı. Lukashenko
Belarusiya'nın prezidenti Lukashenko'nun Beijing'e kelişi, Prezident Vladimir Putin'ga elçi bulup kelişi ve onu Cumhuriyet'de başlanadigan işke kurultay açılıştan burun Moskva'nı ziyaret kılış, teklif kılışı bir acayip bir gayri ahval. Lekin bu gayri ahvalın özü nime boldu da hazır? Demek Reis Xi Jinping Moskva'nı ziyaret kıldı. Del muşundaq paytda Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Antony Blinkenning O'rta Osiyoni ziyorat qilishi vaqt ta'xirsizligi, vaqt jiddiyligi va zamonning muşundaq paytlarga to'g'ri kelganligi bizni o'yga soladi vatandoshlar. Masalan, 2001-yil 10-oyning 7-kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining qudratli armiyasi terroristlarga ve Osama bin Laden'ga qarshi turish uchun Afg'onistonga yurish qilishdan avval Amerika Qo'shma Shtatlari Afg'oniston bu davlatning chegarasi tutishib ketgan O'zbekistonga alayda munosabat tiklagan edi. Amerika Qo'shma Shtatlari O'zbekiston bilan alayda munosabat tiklagan edi. Bu qatim yana O'zbekiston Tashqi ishlar ministrligining talebi Amerika Afganistan'ı yetim koymaslığı gerek, Afganistan'la O'rta Osiyodan ayırıp qaramaslığı gerekdir. Chiroyli fikir qilibdi. Biz endi nima deymiz biz Uyg'urlar? Hozir navbatda vaziyat keldi. Bu vaziyatni Amerika Qo'shma Shtatlari o'zi elib keldi. Va shuningga qo'shimcha Rossiya Ukrainaga tajovuz qilib, bu vaziyatning bir qismini Rossiya yaratdi. Dal mushundaq bir paytda, masalan, Reis Xi Jinping bilan Rossiya Federatsiyasi Vladimir Putin Moskvada uchrashadigan mushundaq paytda Amerika Qo'shma Shtatlarining O'rta Osiyo siyosati shundoq o'zgarish bo'ladigan bo'lsa, O'rta Osiyoning bir bo'lagida yashayotgan va Xitoyga mustamlika bo'lib yashayotgan Turkmaniston masalasini endi Amerika Qo'shma Shtatlari O'rta Osiyoning tarkibi yoki O'rta Osiyoning bir qismi sifatida o'rtaga ko'tarib chiqadigan vaqt keldi ve shundoq ko'tarib chiqishini Amerika Qo'shma Shtatlaridan umid qilamiz va talab qilamiz. Men aralashchilarga so'zladim, Amerika Qo'shma Shtatlarining bir nafar generali bizning kona usulimiz ve kona hukumimiz doirasidagi O'rta Sharqni kengaytirib, O'rta Sharqning ichiga O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'istonlarni menib kirgan edi. Men o'ylayman buning ichida Uyg'uriston ham bor. Şuna Amerika Qo'shma Shtatlari endi yangi ma'nodagi O'rta Sharq siyosatidan tanishadigan vaqt Uyg'urning masalasi endi konkret tarixiy konkretlik bilan real konkretlikni birlashtirib, masalan, tarixiy konkretlik Amerika Qo'shma Shtatlariga 5 qo'ldek ayon, real konkretlik 2-oyning 9-kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat majlisi Tibet'lerin öz takdirini özü belgeleş hukukunu Xitay hükümeti takmal. Tibet'lerin öz takdirini özü belgeleş hukukunu xalqara cemiyet tartip oldu degandek Uyg'urlarning shundoq Amerika Qo'shma Shtatlarining navbatda shu vaziyatda Uyg'ur masalasiga va O'rta Osiyo masalasiga birdek munosabatda bo'lib, Uyg'ur masalasini O'rta Osiyoning tarkibi qismi yoki bir bo'lagi qatorida o'rtaga elib chiqishini umid qilamiz, talab qilamiz. Ochig'ini aytganda Rossiya parchalangan dunyoda ikki cho'ng davlat, ikki qudratli davlat Amerika Qo'shma Shtatlarining O'rta Osiyoga ko'ngil bo'lishi yetarli bo'lmadi. Yaponiyadagi Osiyodagi qudratli bir davlatning O'rta Osiyoga yoki dollar bilan, yoki siyosat ta'siri bilan, yoki madaniyat ta'siri bilan kirib kelishi yo'qning o'rnida bo'ldi. Biz bu buyuk davlatlarning O'rta Osiyo qaratgan siyosatini o'zgartirishini, bo'libmi bugungi kunda o'zgartirishini 2021-yil 1-oyning 19-kuni Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatining Uyg'urlarni Xitoy Kompartiya hukumati genocide soyqirın qılıvatıdı degan siyosat bo'yicha bu siyosatni davomlashtirib Uyg'urlarga ana shundoq muomala qilishini va buning natijasini, kelgusini
umumiy ittifoqlik doirasi, masalan, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın meyli Xitay Birleşken Devletler Teşkilatı qancha kontrol qilsin, lekin o muradiga yetolmaydi. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın prensipleri, nizamnamelari, qoidalari bo'yicha Amerika Qo'shma Shtatlarini bir taraf qilishini umid qilaman, hurmatli vatandoshlar.